qizlar yaxshimisizlar tuzimsizlar qanaqasizlar direktdan bitta kishi yozibdilar de menga 73 yosh ekanlar menga tiyin deylar Qoraqalpoqdan ekanlar man aytibdiyu amaki dedim odamdan ham katta ekansiz dodam ekansiz desam endi mayli endi shu ancha yildan beri sizni tomosha qilaverasizdan yoqasiz menga gap so'zlaringiz boshqacha deydi yo amaki men yerga tegolmayman dedim man hayotimni bolalarimga nevaralarimga bag'ishlaganman doda desam жалко shu menga tiysiz bo'lardi deydilar qanaqa fikrdasizlar sizlar misol uchun manda 50 yashar xotinman 51 manda 74-75 yashar cholga tiyishim kerakmi bu dunyoda shunga yakka yolg'iz o'tganimiz yaxshi emas bundan ko'rasi xudo asrasin astag'firullah aytdim yo'q amaki yerga tegolmayman dedim uzr doda dedim endi ana orzu qilib qoladi bir xil yaxshi ko'radi shunaqa sochniy xotinlarni sevishadi o'shani aytaman deydi asalim eshitdinglar mana anaqada turk erkak bitta xotin turk erkakni 20 ming dollarga uxlatganini eshitdinglarmi yaxshimi shu narsa qursin u xotin uyda ishlagandek birga yashagandek oladida u xotin qo'li bilan olib ketibdimi 20 ming dollar battar bo'lsin turk erkaklari shunaqa bo'ladi o'zbek xotinlardagi xotin topolmaydi u o'z pulini o'g'irlamagan o'zi jo'natib berib o'zini ko'rsatib shedriy bo'lib sog' salomat bo'linglar assalom yaxshi o'tiringlar kuninglar yaxshi o'tsin xayrli kech hammaga kech bo'lib ketyapti mana qorong'ulik tushyapti xudo xohlasa yaxshi kunlarda ko'rishamiz xudo xohlasa vassalom sizlar bilan yaxshi ko'raman sog'inib ketgan hayotda har xil narsani ko'raverarkansiz deb bu internet chiqdi balo chiqdi deydiyu hamma narsa internetda hamma narsa fikringlarni qoldiringlar sizlar nima deb o'ylaysizlar 75 yashar cholga tegan bo'larmi eshitsam kulgim kelib ketadi man u kishini ustidan kulayotganim yo'q просто endi har xil odamlar yozadida o'shanga hayron bo'lib ketyapman zaynabxon ochma uni o'lisa oyingdan hozir shunaqa gaplar assalom sog' bo'linglar salomat bo'linglar shakarlar aynaringizlarda vibram sevabari bo'lib xotini baxtli bo'lmasa hech kimni eri baxtli bo'lmasa har bitta inson 100 yoshgacha er xotin bir-birini qo'sha qarib 100 yoshda bir kunda o'lsa ham mayli xotin kishi o'lib ketsa erkak kishiga rosa qiyin bitta o'ziga xudo asrasin xotininglarni asranglar erlar xotinlar sizlar eringlarni asranglar xo'p assalom